Yaxshimi do'stlar, necha kun oldinlar lampon rampiziga quyib yeydigan suyni etishning usulini chiqarsam, rampizni qanday qilamiz deb so'rabsizlar. Shuni bugun rampiz etishni olib keldim. Kichkindak unga azroq tuz silib, lag'man ximir yug'urgandek so'qoq suvda ximir yug'uramiz. Ximirni toz yug'urib, buni azroq tindirib qo'yamiz. 30 minut atrofida tindirib qo'ygandan keyin bir tesimizga so'qoq suv qo'yib ximirni toz siqimiz. Biz cho'nglar odatda o'pka qo'yganda bu xil usulda siqib biz siqishga bak ustugu müştaq mijib xamirning suyini chiqarib müştaq mijib xamirning yanına pakka suv qo'yib yana suyini chiqarib qandikin dastiki xamirning suyini süzgüchli bir süzüp olamiz. Süzüp olgandan xamirimizni pakka suv qo'yib yana bir qatam yuvayotgandan keyin bu xamirimizni jumbilda dumlab pishiramiz. 30 minut pishirib avasak bo'ladi. Ibaq xamirimizning suyini 5 soat tindirib qo'yamiz. Qo'yib ustiga suvni to'kayotgandan keyin bu holat keldi. Bu xamirning suyini toz elashtirayotgandan keyin asti tuz bo'lgan taqsimizdan birini maylab, üstüge bunu koyup, kaynagan suğa silip 2 minut çögültüp, pişirip, ağzını yepip koyup, yani 2 minut pişirip, avasak buldu. Maküllerini ötküzüş, ama bek ters geldi, ama bu qo'saq mı toxtamay içiyotu dostlarım, içiyotamdı dostlar. Kunde 3 vaqt emas, 4-5 vaqt tamaq yeb ketib barmiz. Endi sizlar uyda bo'lganki, sinab yiqinglar, işte chiroyli to'g'rab, menjingni melib silib, uyda basaylan silib, men qilgan taqni qilganlar, taqni qo'yib yanglar bo'lmasa, shu uyda balalar chiqsin qo'yib elashtirib yesak, alomat payizga. Endi meni qo'shinglar.